Tak mana qaranglar, bu yangilik bor-u, xonadonning, mana musulmon xonadonining, barcha xonadonlarning ro'zg'orni hayvonlariga qarab uyni egasini bilsa bo'ladi. Mana bu hayvonni qaranglar. Aksariyat bizani o'zbeklar, ayniqsa mushuk kuchuklarni yomon ko'rib, "Tura qol, jer jutqur urri" deb qarg'ashadi. Mana bu qoravoy o'tirishini qaranglar. Endi biz mehmondorchilikka keldik. Mana 85 ga kirgan volidam o'tiribdilar, qarang. Ya'ni bu mushukni hech kim qarg'amaydi, so'kmaydi, urishmaydi. Shuning uchun bu dasturxonga даже oyog'ini ham uzab bir marta miyovlamadi, samig'larni. Mana mehr. Hattoki hayvonlarga mehr bersanglar, mana rezultat. Bu живой. Mana 17-may 2025-yil Qo'shrabot tumanida 80-yil qishlog'ida shu holat. Mana живой holat. Ya'ni nima demoqchiman? Mehr bilan ozgina mehr bilan bir tuyur nonga mana shunchagina ovqatga qorni to'yadi. Bo'ldi, mana tarbiya buni so'kib, qarg'ab, tepib, mana tovuqlar, mana bitta tovuqlarga ham tarbiya berilgan ekan. Bitta bu tovuqlarning egasi bor ekan, u jigit ketibdi dam olishga. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ya'ni xonadondagi hayvonlarga ham ozgina mehr, e'tibor vaqtida ovqati berilsa bo'ldi. Shu yerda beriladi. Bo'ldi.